Assalomu alaykum hammaga. Men bu yoqdaman. Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Kamol Qo'qorov video kanaliga xush kelibsizlar. Tushaman pastga, keyin sizlarga aytib beraman. O'rtoqlar, iltimos qilib qolaman, yaxshilab joylashaveringlar, chunki bizning kanalimizda hali bunaqa challenge bo'lmagan. Agar tayyor bo'lsanglar, birinchilarni ishtirokchilar bilan tanishtirib o'taman. MC Dudosh, MC Kunduzi va MC Omonxon. Let's go! MC Dudosh. Yaxshimisiz, jigarim? Omonxon yaxshimikan? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Yo'q, ha? Kayfiyati yomon Omonxon. Dudosh qalaysiz? Zo'r, dudoshli. Dudoshli kunmi bugun? Dudoshli kun. Demak, men sizlarga sraz challenge o'tirib o'taman. Ko'rib turibsizlar, avtobusga bor. Balandligi 30 metrgacha. Bu bizlar uchun chaqirilganmi bu? Sizlar uchun mana shu balandlikdan sizlar bir narsani tashlashingiz kerak bo'ladi. Sarvarjon, bering. Iltimos Omonxonni tashlab olaylik. Qo'shilaman. Tuxum. Bu sizga Qanaqda yoriladi-ku bu, Kamol? bundan keyin beraman. Mana shu tuxum. Mana shu tuxumni sizlar 30 metr balandlikdan tashlashingiz kerak bo'ladi. Nima maqsad? Maqsad shundaki, sizlarning har biringlarda 1 soatdan vaqtinglar bor. O'zingizlarga berilgan tuxumni qanaqa qilib bo'lsa ham saqlab qolishingiz kerak. Faqatgina tepadan tashlayotganingizda pastga narsa qo'yish mumkin emas. Faqatgina shu tuxumni o'zi bilan nimadir qilishingiz kerak va har bittanglar uchun eslatib o'taman, bizda byudjet bor. Har odam boshiga 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. 50 mingga nima qilsa Hozir yorib qo'ysam nima bo'ladi? Qo'limdan chiqib yutqizdingiz. Aytgancha yutgan odamga priz bor. Hech kimga yorilmasa-chi. Agar hamma yutsa, prizni bo'lib olishlariga to'g'ri keladi. Shuning uchun kimdir yutqizish kerak. Kattaroq pul sizlarga tushadi. Hozir o'zida kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar va ko'ramiz kim tuxumini asrab qolar ekan. Okay. Omad, rahmat, videoga like bosib qo'yinglar. Xo'sh, o'rtoqlar, bizda navbatdagi challenge quest. Bu challenge-ni biz bundan oldingi blogerlarga shart videosining birinchi qismida ham olgandik. Sizlarga yoqdi, o'shaning uchun mana shu qismda ham quest. Faqat bu safar yangi ishtirokchilar bilan. Kelinglar, biz birin-ketin tanishtirishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Real Madrid formasidagi legenda. 52 не сиксаун. Гонку меня на встрече 5 Let's go! Bizda ikkinchi ishtirokchi bu Alixonov. Ahror nima gap? Tinch, brat, lekin qo'rqonman ozgina. Bizda uchinchi ishtirokchi legendarni YouTuber. Eng zo'r O'zbekistonning to'xtang. Motivator deyin. Motivator. Bu MC Baburello. Aday Chuvarello. Uchalamiz yig'ildik, nakонец-то qattadir. Hurmatli ishtirokchilar, bizani quest xonamizga xush kelibsizlar. Sizlarga 1 soat vaqt mana shu quest xonadan chiqib ketinglar. Vaqtingiz ketdi, bo'ldi. В смысле, qanaqa qilib turib chiqib ketish kerak? Bo'ldi. To'xta, jim. O? Bu yerda xona bormi, qanaqadir yana? Yo'q, bo'ldi. Mana shu xonadan chiqishingiz kerak. Mana buni ochchi. Ha, kalitni topishimiz kerak. Tak, уже abuzer boshlavordi harakatni. Kalitni topishimiz kerakmi? Wow, уже shkaf ochildi. Allohga shukr. Bragaga, assalomu alaykum. Shogirt bir-birlariga kiyintirib qo'yinglar-da. Qizlar bilan bolalar bir-birigami yo? Shogirsmangami? Mana. Qalay, yaxshimi? Fayzli oqshomimizga xush kelibsiz do'stlar. Mana shu shapkani kiymang. G'alati bo'lib qolasiz. Kalga o'xshab qolaman. Bittasi kiymasangiz g'alati bo'lib qoladi. Mayli kiymang, kalga o'xshab Bitta qolaman. kiyib, Ha, bitta kiyib ko'ring-chi. Kalga o'xshab qolaman. Bitta kiyib ko'ring-chi, mana. Rabik bilan qiyin bo'lsa kerak. Kalga o'xshab qoladi. Yo'q. Normalniy. Normal. Bola tug'diradigan xotinlar o'ladi. Voy, cho'tki turibdi. Jinnimisan? Mana Bu qizga zo'r turibdi. Yo'q, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ozodaga yarashdi boshqa Yozinglar, iltimos yozinglar. Yashita krassotka. Yarashmayapti-da. Yaxshi turmayapti-da. Syomkani boshlashimiz kerak. Ovqat tayyorlashimiz kerak. Yaxshi. Всё, tak. Xo'sh, o'rtoqlar, bizda navbatdagi challenge
zo'r, ajoyib ishtirokchilar kelinglar. Qizlar jamoasidan boshlaymiz. Bular Ozoda Jo'rabek va Zarina Ergasheva va albatta Shohruz Siviy va Azimchik janoblari. O'xshadi-ku, qara. Qani? Voy. Voy! Faizli. Va bugungi challenge shartlarini sizlarga qisqacha tushuntirib o'taman. Bizda qizlar jamoasi bor, bolalar jamoasi bor va sizlarga kerakli masala qilishyoqda, sizlarga kerakli masala qilishyoqda. Va ikkita jamoa ham o'zlari xohlagan ovqatni tayyorlashadi. Va qaysi jamoa mazaliroq ovqat tayyorlasa, aynan o'sha jamoa yutadi. Va sizlarni bugun tayyorlagan ovqatingizga men emas, boshqa bizda 3 ta juri bor. Ular haliroq keladi. Ko'paynasizmi? Ovqat tushunadigan odamlarmi ish qilib? Ovqatni tushunadigan odamlar va aynan o'sha insonlar mana shu ishtirokchilarimizni qilgan taomlariga baho berishadi. Qizlarga savol birinchi. Agar ruxsat bersanglar, savolim bor qizlarga. Bemalol. Nima tayyorlaysizlar bugun? Biz Uyg'ur lag'mon tayyorlaymiz. Nima? Uyg'ur lag'mon. Uyg'urlarmi? Bolalarnikini eshitaylik-da, hozir. Men bolalar so'radim. Azim, Shohruz, nima tayyorlaysizlar dedim. Obraz bilan aytamiz. Nima tayyorlaysiz? Xo'p, mana men so'rayolmaslardan. Azim, Shohruz, xo'p ko'rsatuvga chaqiryapman. Nima ovqat tayyorlab berasizlar? Steak. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz challenge'imizni boshlaymiz. Right. Faqat sizlarga mana tayyorlab qo'ygan bitta surprizim bor edi. O. Eshitishga tayyormisizlar? Pul. Qadimni sezdim. Jamoalar bunaqa emas. Voy, naqmi? Sizga o'taman. Ozoda, bitta o'ziman. Zarina bu yoqqa. Voy nega! Voy, yes! Yes! Zarina? Nega? Voy, sho'dda tushib qoldi siz bilan bo'lganingiz. Men lag'mon tayyorlash holidan dotman. Nima dedi? Unda qo'rdim. Qimmatbaho steyklar yeymizmi? Xo'sh, shunda biz qaysi ovqat qilamiz? Xo'p, siz lag'mon qilasiz. Eng qizig'i lag'mon bulardan chiqqan fikr-da. Bizada ham steyk azim edi. Sizlar steak qilasizlar. Mana bizning go'shtimiz. Ani go'sht bizaniki. Katta piyma. Men bilmayman yaxshi tayyorlashni, faqat urishib baqirib tashlamang. Okay, urushib baqirishli yo'q ekan. Ya, men umuman oilada tinchlik xotirjamlik bo'lishini xohlayman. Bo'ldi, unda davayte, landi, o'yin boshlandi. Necha edi? 5 kere 5 25. 70-75. Davayte, boshlaylik. Nimadan boshlaysiz shu? Men hozir Birinchi bo'lib biza Komolni kadrdan chiqarib olishdan boshlashimiz kerak. Men birinchi o'rinda ChatGPTga steak deb yozdim. Endi жареный lagman yozaman hozir. 50 ming yeb ichvaraman, tuxum sinsin sinibdi nima? Mani ideyam bo'yicha men nimani o'ylayapmanki, Omonxon qanaqadir eksperiment qilib ko'radi. Men juda ham oddiy yo'l o'yladim. Hozir magazinga borib ko'rsataman. Ha, men yutaman bugun. Men yutaman. Men bugun yutmasam, biz oshmasman. Yutaman. Ketdi! Shuni tushib ketsa. Baklashkani, 5 litrli baklashka bor-ku. O'sanaqa baklashkani tepasini kesib, ichiga gubkalar sop chiqib, tuxumni birinchi qog'ozga o'rab, keyin naskiga tiqib, keyin uni baklashkani ichiga tiqib, baklashkani usti skotchlanadi. Agar men 50 ming bergan puli yetsa, paket olinib, parashyut qilinadi. Yetmasa olinmaydi, baklashkani o'zi tashlanadi. Men shunaqangi narsa qilmoqchimanki, kamgina rasxod bilan yutib ketmoqchiman. Bitta paket olib, hamma o'tlarni yulib, ichiga qo'ysam, tuxum qo'ysam ichiga. Baribir o'tli yumshoq-ku. Sinarmikan, nima bo'lsa. Tezroq shoshiling, 1 soat hali buni narsani olish o'tib, narsani olgandan keyin hali uni yasash ham kerak. Nima o'sha priz, nima tipi, misol uchun agar Komol 5 olib rahmat degani priz bo'lsa, unda ketqizgan vaqtimgachi nima? Kstati tushib ketsa mabodo 50 mingim bor-ku, o'shanga bitta dona tuxum olib, o'rniga qo'yarsam bo'ladimi? Hopda hozir biz gubka olishimiz kerak, baklashka olishimiz kerak, naski olishimiz kerak. Ha, arzonroq joy bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Bozorim, Maksim Gorkiy boramizmi? Parkinskiyda bor-da. Parkinskiy uzoqda. Mana kalit. Abyuzer qanaqasiga? Tushunmadimmi? Endi o'yin boshlandi-yu. Men bu safar bolalarga ortiqcha yordam bermayman. Bolani o'zi topish kerak. Shunda men buni kalitdan topishimiz kerakmi? Xuddi shunaqa. Mana bitta kalitim bor, qarang. Aha. Nima bo'pti, bolalar? Kalit topdinglarmi, kalit?
Ha, topdik birinchi kalitni. Nima hech nima ochilmas ekanmi? Bagajda Mana buni yo'q. ochib ko'rdingizmi, Abu? Mana buni ochib ko'rdingizmi, Abu? Tom jug' sig'ir olaman. Ma'muliga tushmaydi-da bu kalit. Ikkalasi hammi? Abyuzer zamokka ochyapti уже. Nimadir ochildi. Nima ochdingmi? Ha, buni ichida hech nima yo'q lekin. No, tepalarida. Eng qizig'i, o'sha tortmaning ichida knopka bor. Birinchisini ochdik. Bu ikkinchisiga ham tushmaydimi? Babrello, Ha, nimadir yordam bersang-chi ishtirokchilarga. tushunmayman, qanaqa qilib quest va birinchi marta umrimda ishtirok qilaman. Jigar, mendan ko'p ajzani qilmang. Xo'p, abyuzer, Oh. siz уже questda qatnashgansiz. Aha. Siz nimadir tushunishingiz kerak. Tushunayman, ozgina yetmayapti prosta. Ana bo'ldi, tortma ochildi, ichidan hech nima chiqmadimi? Yo'q. Vay! Yomon sassayapti lekin bor-ku, men nima qilyaptim? Bo'yimni ishlatmoqchi edim, o'xshaydi. Down. Babrellodan bitta motivatsiya eshitmaymizmi, motivatsiya? Oytay, bitta motivatsiyami? Realniy egoist otdi. Lучше bitta gol urib. Нет. To'g'ri. Lutchi bitta. Lучше komandang bitta urib. Yo'q. Nima deyapti? Dog'dang boshlatdi. Realniy egoist otdi. Что лучше, agar komandang bitta gol urib yutqazsa, u yomon. Bu yomon. Agar sen 3 ta gol urib yutqazsang, bu yaxshi. Ya, iltimos, boshqa motivatsiya berma, Babrello. Короче, tortmaning ichida tugma bor edi, abyuzer ko'rgani yo'q. Mana buni qarang, ichida hech narsa yo'q-ku. Aniq tortmaning ichida hech nima yo'qmi? Yo'q, hech nima yo'q tortmaning ichida. Ha. Babrello ochkisini berib tursinmi, Babrello? Yo'q, realniy hech nima yo'q ichida. Leon yaxshi qaramadim. To'xta, fonar yoqib qaraylik. Tiq qilyapti, lekin o'sha To'xtab tur. Meni tiyu tushirdi. Mana nima bu? Ana. qayerdadir ochildi. Most Mana bu uy bilan. Tepasi bor. Bu nimani kaliti bu? Подожди. Bo'ldi, boshqa narsa. Bolalar, 40 minut vaqtinglar qoldi sizlarning, 40 minut. Ya qanaqa turib hozirgina 5 minut o'tdi-ku. Assalom. Bu kanalda vaqt 2x yetyaptimi deyman. Kalitni boshi bu. Подожди. Xuddi boshida uzr. Mana bu nima bu? Realni nima bu? Berchi ko'raychi. Mana bunda lekin naqasi bor ekan, narsa. Mani bitta tiqsaychi. Abyuzer tiqadigan boshqa joylar bordir, qarab. O'shani aytayman-da, tiqadigan joy bor, lekin qayerda ko'tim teshikdan boshqa. Moshlarda knopka. Buni bosib bo'ldim, boya ochildi, yumamishgan, qarab. Ha, biladi. Ya, lekin Ahror umuman yordam tegmayapti bugun bori. Bo'ldi, bilay. Yorib tashla, hamma joy yirtib tashla, Ahror. Abyuzerga rahmat deylar. Bizga kerak bo'ladi non va chekiteldi. Lag'mon qanday tayyorlanadi? O'shan bizga bering, lag'monimizni iltamiz. Anaqa qaynagan Marina kurash kerak mana bizga. lag'monimizni isitamiz. Go'shtni marinovka Biz Donlarski kesdi bo'ladi. Давай. berib bo'ldilar. Men topdimmi? Berib bo'ldilar. Men topdimmi? Bola sodda bo'ladi, berib bo'lmaydi. Voy mayli qo'yavering. Soddalikdan berdilar. Voy mayli kerakmi? Mayli, boshingdan qolsin, boshingdan. Sen yonini oldingmi? Qozonimiz bor-ku. Bo'ldi. Jamoadoshingiz almashganidan xursandmisiz? Yo'q. Yo'q. Qanaqasiga xursand bo'lmayman. Xursandman, voy. Voy, sotqin. Yo'q, xursand emasman. No, xursandman. Anaqa lag'mon nimadan boshlaysiz ishni? Lag'monni hozir. Havasim kelgandi-ya. Steykami? Ilmangami? Yeyman deb o'ylagandim. Menimi, steykimi? No, Steykda. Yo, YouTube'dan ko'ringlar, uyg'urskiy lag'mon gatovkadir. Uyg'urskiy lag'mon. Adak bor? Yo'q, ko'r. Nechasini? Tartibida yo'q. Qo'ldan ChatGPT ham nechasini? Вообще Komon. Hozir men sanda bo'lganimda mumkin bo'lardi-ku. U boshqa vaziyat уже. Nechasini? Hozir o'zida videoga like bosish esdan chiqmasin va kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Tak, qani. Like bosinglar, like. Kanalga obuna bo'ldinglar. Obuna bo'ldinglar, rahmat kattakon. Biz davom etamiz. Хорошая работа. Хорош. Shohriz. Povurmisiz? Men Italiyada gonfile anaqasi bo'yicha master priz olganman. Nima qilishlayapsiz? Go'shtni qanaqa to'rash bilmayman lekin. Mana shu bizning kamchiligimiz bo'ldi, do'stlar. YouTube'dan ko'rib oling bo'ldi. Azam. Ya endi
Sizlar ham hali bor, yorib olmaysizlar buni, hop. Yo, biz ko'rmaymiz-da, borimizcha qilamiz, tipo qo'limizdan keladimi? Qaranglar, hali uni jurilarning oldida shu ham rol o'ynaydi deb. Da. Da, o'ynaydi. 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 Men jamoadoshim og'ir ahvolda, aziz do'stlar. Ozoda, menimcha bu ishni ozoda qilish kerak, azim. Ya, yuvib tursa bo'ldi, men o'zim anaqa qilaman. Ozidaxonni suvga qo'lini urdirib qo'ymayman. Azim kichkina qor. Mana shunaqa ekan. Chesnoni bunday qilib turib, ezib keyin ochsin. Ya, yuvib qo'ysiz bo'ldi, men o'zim qilaman. Chesni ocholmayapsizmi? Yo, ochamanmi? Ozidaxon qiynalmayapsizmi? Yo. Zarina, Labet. sherigingiz haqida fikringiz. Endi hali vaqtlimi baho berish? Ne Shuster napalnik. Shuster, Men turibman, nima qilay deb so'rayman. Oxiri ishim kartoshkaga qoldi. Shohruz Shuster deb kommentariyaga yozib qoldinglar. Shohruz Shuster kommentariyaga iltimos. Endi Ozoda nima deysiz? 10 dan 10 qo'yaman. 10 dan 10 qo'yasiz azimga. Qo'yaman bo'ldingiz. Qattigi Shohruzdan yaxshiroq. To'ppa-to'g'ri. Nariyo sherigi 10 dan 10 qo'yapti. Siz menga Shustri. Bo'ldimi? Qo'llarim qon bo'lib ketdi men bitta. Go'shtni o'zim urib. Короче, qizlar ideal bola. Ideal. Reально turasiz, hech narsa qilmaysiz, просто turasiz, nima qilib turing, nima. O'zicha prosta turaylik, o'zim qilaman, ovqatdan. Shuna xizmatli bo'lsa. Mana mashhur sudan keyin lag'monxona ochamiz. Lag'monxonada ulg'aydi, topmayin omru e'tibor. Kamol Qo'qorov ko'rsatuviga kelib Shohruz ideal nomiga bo'ldi sazovor. Xarosh. Azimja kesolmayapsiz lekin. Yordam kerakmi? Yordam kerakmi degan sado keldi. Endi yo'q. Shohruz, siz sherigingiz haqida nima deysiz? Zarina haqida nima deysiz? Endi yaxshi inson, avvalambor. Yaxshi aktrisa. Sherigim zo'r. Azim, siz Men Zarina bilan bo'lishingiz mumkin edi. Ortiqcha so'z aytib o'tirayman. Просто ideal deyman. Mukammal. Nima meni so'zim o'g'illavas? Meni so'zim o'g'illavas. Bebaho deyman. Bebaho o'zbekcha gapiraman. Bebaho. Mashalloh. Ana, mashalloh. Ya. Dindan xabari bor ekan o'zim. Dindan xabar bor, kiyimdan xabar yo'qmi shunda? Moda bu. Moda. Bijir qo'ya olamiz. Hozir o'yinning bitta sharti bor. Voy. Bu sizlarga. Yo, bu syomkaga anaqa emas. Ya bu sizlarga o'yinning sharti bor shunaqa. Xo'p, Azimjon. Endi menga qarang. Ko'zlarni yumib qo'yasizmi? Voy. Chap qaymiz, o'ng qaymiz, o'ling. Qarang, ko'p ish bitta ish chap qo'lda qilaman. Ovqat. Ovqatni o'ng qo'lda. Xo'p, o'rtoqlar, bizda o'yinda qiziq joy endi keldi. Ya'ni ikkita jamoaga ham qiyinchilik berildi. Bu ishtirokchilar ikkita qo'li boylangan bo'ladi. Bu jamoada bo'lsa Azimjonni ko'zi yopildi. 10 daqiqa o'yin aynan shunaqa davom etadi. Ko'zim endi ochildi. Mr. and Mrs. Smith bo'lyaptimi? Nima bo'lyapti? Bilmadim, Shohruz. Hozir qo'limni yuvib oling. Qani? Yaxshi unar ekansan, men qo'limni. Mayli, Azim, men uni ko'rishga ruxsat beraman. Bitta ko'rib oling. Armon bo'lib qolmasin. Men bu jigaringiz ahvolini qarang. Endi yoping. Endi yoping. Sizlarga o'zgarish bo'lmadi, baribir? Mana, marinovka. Hozir boshlanadi-da. Piyozimiz bor, piyoz. Piyoz bor. Mana piyoz tayyor bo'ldi. Azim ko'rayotgan ekani. Azim deyman, mana ishlayapti. Qani piyoz. Sizlar ovqat tayyorlashingiz kerak. Biza hozir ko'p narsa tayyorlab qo'yishimiz mumkin, aralashmay turinglar. Kartoshka qovuramiz. Beni pichoqni yuvib bering. Iltimos. Aylaning. Azim aka shunaqa ekanlarda, anaqa ko'rmasalar ham his qilar ekanlar. Hamma narsani emas. Ovqat qotgan. Hozir men uyimning yonidagi Parkent bozoriga keldik va tushib ketadi. Qachondir tushib ketadi, mana yoriladi. Короче, hozir men bitta xizmat bor. Kerak narsalarni olib olaylik-da. Parashyut o'xshamasa ham baklashka o'xshasa bo'ldi. Parashyut anaqada yo'q, qilanda yo'q edi. Просто xayolim kelib qoldi. Ham skotch necha pul? 50 ming. Necha pul bu? 5 mingdan. Razmer bir xil, просто kesilgani. Men buni 5 mingdan qilib ber. Hopmi? Ko'p kerakligi. To'g'rimi? 25 mingmi?
naska olamiz, ip olamiz. Bu o'zi meni mahallamda. Yanimda magazin bor. O'sha magazin meni tanishadi. O'sha yerga kiraman-da, aytaman. Menga bitta baklashka berib turinglar, deyman, skotch bilan deyman, iltimos deyman. Bo'pti deydi. Assalomu alaykum. Mabodo 5 litrli bo'sh baklashka yo'qmi? 5 litrli suvda o'zi yo'q. Suv o'zi yo'qmi? Suv o'zi yo'q ekan, katta. Просто qiziqishga bundan bitta olish kerak, baribir. Lekin men bundan arzondanmi? Do'stlar, mana bu to'likin bo'lmagan 16.500 so'm ekan. Buni olamiz. Maqsud, shol. Menga qalin naski kerak. 19 ming ekan naski. Va xushvaqt do'stlar, albatta like bosib qo'yinglar, chunki bu videoda shuncha harakat bo'pti va like bosishlar eng katta sabab, chunki do'stlar bu videoda Kunduzi akamiz chiqyaptilar. Ikkita olsak yetsa kerak, umumiy 4 ta shara. Va shu bilan do'stlar biz olgan narsalarimiz mana shularni ko'rib turishingiz mumkin mana. Ana endi esa bularni tez botdan sotib olib, joyga borib, burchakka o'tib, o'zimizga kerak narsani olamiz. Popcorn va hozir ko'rsataman nima qilishamni. Bu yerda skochlar sotilarmidi? Karamel cheese. 31 ming. 31 ming. Kichkinasini olib ko'raymikin, 24 mingdagidan. Nima deysiz? Mana bunaqa olib yoniga mashina qo'ymizmi yo? Tak bu bunday tushayotganda yumshoq amortizatsiya qilib beradi. Ya'ni yoniga uraymiz. Nimaga bu yaxshi? Chunki buni tepa pasti ham, yon atrofi ham hamma yog'i 360 gradus o'ralgan. Ya'ni o'rtasiga solsak, shuni o'zi ham ushlab beradi o'zi. Lekin atrofiga mana bunaqa narsa ham uraymiz. 3 ta yetsa kerak menimcha. Bundoq qilamiz. Hozir ida 3 ta yetadi menimcha. O, kakras mana men xohlaganim, kattasi, qalini. Endi hammasini yopishtirib ko'ramizda, sinab ko'ramiz. Tuxum sinsin, g'urur sinmasin. Abuzerga rahmat deylar. Voy, invite ketdi. Ay, bu buni kalti emas. Abuzer o'zi, bilmayman, bu questni yaratgan odammi deyman, jigarlar. Mashkali shuniki to'g'rimi? Ha, mavkal, вот. Вот этот, jigar, вот этот. Давайте, sigarlar, давайте. Ahror shundan qanaqa yordam beryapti Ahror? Morальный, брат, поддержка. O bo'ttani terish kerak. Hozir eng qiyin joyi bolalarni kallasi ishlash kerak bo'ladi. Eng qiyin joyi. Kartinka sverxu qo'yib qo'yinglar. Shoshgan odam kuldiradi, shoshilmaydi. Tezroq yashash kerak. Aytgancha o'rtoqlar, shu joyda oranglarda kimni Telegram bo'lsa, bemalol mana Komol Qohorov nomli Telegram kanalimga o'tib olinglar. Silka havolada bo'ladi yoki mana shu chiqqan QR kodni bemalol skaner qilib qo'shib olsangiz bo'ladi. Hamma yengilliklar aynan mana Telegram kanalimda. Qo'shib olinglar, obuna bo'linglar, biz bo'lsa davom etamiz. Aytgancha yaqinda obunachi bilan bir kun videosini olmoqchimiz. Hamma yengilliklar ham mana Telegram kanalimda bo'ladi. Tak что obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yo'qmi yana anaqalari? Burchay kerak, birinchi jigar. Qarang, men burchay, еще один burchay kerak. Yaxshilab ko'zinglarni bitirchi. Tak, birinchisi ham ochildi уже. Nima bu? Qanaqasiga ochyapsizlar bolalar? Birinchi men puzzle yig'ishimiz kerak. Turlaring. Nima sen komandir bo'lib qolding? Komandir bo'lib qolganim yo'q. Men bundoq yo'qlariga, ana, tilim tegizib yurma. Sorry. O'ylashim bo'yicha sizlar shu yoqda qotdinglar, shu etapdan o'ta olmaysizlar menimcha. Tezroq mana buni yig'inglar. Mana shundan nimadir chiqadi, 100 talik. Yarim o'shancha harakat Qizilga qizil. Boshqa yo'qmi-da? Точно hammasini oldingmi? Qarang, bitta burchay yetmayapti. Yetmayapti bitta burchay. Bitta gap aytaman. Bolalar hozir berilib puzzle yig'yapti-yu. Puzzle umuman aloqasi yo'q. Puzzle просто chalg'itish uchun. Davay Baburello, zavos qilish kerak, zavos. Baburello. Zavos qilaman-da. Zavos bitta narsa bilan men faqat bo'ldim. Chiqvoradi hozir bilan. Oy! Oy! Boshqatdan. Kat. Minusavra Baburello. Bilan! Hissa qolgan Bobur, iltimos. Sen oxirgisi. Mana nima bu? Mana nima edi? Bir lafsa ana. Hozir qarach qayerdadir bizga bitta knopka kerak. To'shto mana buni ochishimizga. Mana buni ochsak hammasi yasna bo'ladi. Lekin o'sha knopka qayerda? Mana buni mana buni nima uchun biz terayapmiz hozir?
abyuzer to'g'ri gapiryapti. Faqat sal adashyapti. Ya lekin men sizlarni o'zi chiqib ketasizlar deb o'yladim, bolalar. Bayt qilmang, siz bayt qilmang. Ya bitta gap menga aytishdi, 8 yoshli bolalar bu xonadan yarim soatda chiqib ketar ekan. Sizlar o'zi yarim soatingiz o'tdi. Miyasi mana bunaqa bo'lsa kerak, oqib, bundoq qilib. Kunduzingni chaqirishingiz kerak edi. 3 minutda chiqib ketar edi. Короче, bolalar, hozir seyfini ochsa bo'ldi. Faqatgina seyfni ochish kerak. Eng qizig'i seyf kodi shundagina ularning peshonasini tegdi, lekin ular ko'rmayapti. Qatta deb o'ylaysizlar? Xonani o'zingizlar yaxshilab ko'ringlar. Babrello. Ha. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir sizlarga nima yetishmayapti? Bu yerda qiz yetishmayapti. Ahror, nima deb o'ylaysan? Sizlarga nima yetishmayapti? Bizaga aka normalniy videochi yetishmayapti. Hop, abuzer, siz nima deb o'ylaysiz? Sizlarga nima yetishmayapti? Nega chiqa olmayapsizlar? Bizga parol yetishmayapti. Ha, topinglar unda, nima muammo? Vau! Спасибо, что помогче. Короче, это херня, не пазл yetishmayapti, ko'pinchasi yetishmayapti. Мне кажется, bu bayt. Bu bizning vaqtimizni yetkazadi. Babreloni birinchi marta kallasi ishladi. Yo, Ahror lekin juda yaqin yuribdi. Ahror o'sha yerda knopka bor, qaragin, bosgin. Просто men tizzam og'riyapti deb bukla olmayapman. Men buni bosdik, to'g'rimi? Ha, bosdik uni, bosdik. O'shani Misol uchun, qaranglar, sizlarga hozir mana oddiy mantiqiy bitta savolim bor. Sizlarga kod kerak, to'g'rimi? Kod. Ya'ni seyfni ochish uchun. Aslani oldinglarda nima ko'p? Bizning oldimizda kitoblar ko'p, eng ko'p narsa bu yerda. Mana oramizda. Mana shu qanday narsamiz o'tdi. Yo, mana Babrello topadi, 100% men ishonaman. Babrello topadi bugun. Babrello Ahror bilan abyuzeri mana shu xonadan olib chiqib ketadi. 9, 10, 11, to'g'rimi? 11, 12, 12. Babrello kitobi sanayapti o'rtoqlar. Qiz, mosh 19. Zan. Bilad! Nimaga? Kamol o'tirmash kitoblarni sanagan deb o'ylaysan. Oyla. Ya'ni Babrello jim o'tirsan ham ko'proq foydang tegayarkan lekin. Seyf ochish uchun nima kerak bizga? Parol topish uchun qayerdadir podkastga bo'lgan bo'lishi kerak. Bo'ldi, anaqa netsiz bo'ladi. Shapka netsiz bo'ladi. Voy, juda ham qiynalib ketdim. Voy, qanaqasiga? Anaqa sizlar qo'ldiga nechasizlar? Meni shu komfortnimi? Bizga nima komfortmi? Menga любой narsa komfortmi, bu kishi yetsin. Yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, xohlasanglar yetsanglar bo'ladi, xohlasanglar shunaqa qoldiringlar, o'zingizlarga qaranglar. Men majburlamayman. Plus ball bormi bunga? Yo'q, hech qanaqa plus ball yo'q. Men bu mashaq turadimi? Qozondinglar qishtimasiz? Yo'q, to'xtang, bu suv bor ko'chada. Suv yo'q-ku. Suv ko'rasizmi? Suv yo'q-ku. Suv hozir yudum-ku. Quridi o'zi. Shu joyda Kamol Qahhorov YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Voy, ozoda eng zo'ri. Ozoda eng zo'ri. Bo'ldi, biz yutdikmi? Ha, yutdinglar. Aylaning, 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 aylaning. Ye. Bog'lab qo'ydinglar bitta qizga meni. Men aytaman, yechursanglar bo'ladi, o'zlari yetishmayapti. Oldimda bo'ling, yaqinroq bo'ling deyaptilar-ya o'shanga. O, готово, 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 готово. Tayyor. Нет, Готово, gapimga javob. Ye. Solavering. So'a, конечно. Sekin. Ha, yechib olinglar, xohlasanglar, birodar. Yechamizmi? Farqi yo'q. Yechili. Professional fikringlar qanchada tayyor bo'ladi steak hozirlarniki? Bizaniki tez tayyor bo'lishga harakat qiladi. Harakat qiladi, lekin aniq emas, a? Aniq emas. Hop, sizlarniki qachon tayyor bo'ladi, Azimjon? Bizniki uzog'i bir 25 minutda, yarim soat. Men video aldamagan bo'lsa agar. Sizlarni yana chalg'itishga majburman. Hamma tiyinayapti, sal. Omad, bemalol qaranglar. Sal pasaytiringlar, xohlasanglar. Zarina, buni qo'ying siz. Buni qo'ying, Shohriz oling. Ha. Demak, ishtirokchilar joy-joyiga qaytadi o'rtalar. Yo'q. Voy. Rahmat, siz chiqganingizga rozi bo'ling. Sog' bo'lasiz. Ey, 90% ni qilib qo'ydim o'sha. Shuncha azim qilib qo'yuvdi. Mana qarashdi. Ha, qarashdilar. Bo'ldi, qaytinglar. Endi bolalar yutish kerak qizlarni. Endi qizlarni lol qoldiringlar. Voy, jigar. Hali kelasan demadim. Steak qilamiz jigar siz bilan. Kelaman demeding. Albatta jigar. Keldingmi? Men pichog'imni bera olinglar, men pichog'im. Mana endi o'yin qizida ko'ramiz haqiqatda legendarniy jamoa Shohnisi va Azimchik yutadimi yoki-da qizlar Ozoda va Zarin yutadimi? Buni hozir birgalikda ko'rib olamiz. Endi ovqatda ham yutsa bilmadim. Suv bor. Ichasizmi? Yo, to'kvoring. Ha, to'kvoring, xo'p. Hozir nima qilamiz jigar? Kartoshkadan keyin.
go'sht qovuramiz, keyin bezak beramiz. Xo'p, kartoshka. Men lekin steak bilan hech kartoshka ko'rmaganman lekin. Oldiga qo'yishga bezak uchun qo'yamiz. To'g'rimi? Bezak uchun. Qarang, Zarina qolgani yaxshimi deyli, azim o'tgani yaxshi bo'ldimi, Shohruz? Menga azimni kelgani yaxshiroq. Ya, sotqin, ana. Azimaga joyizga qayting, bo'ldi. Eshitdingmi? Ha, qaysi rasaga olayotgan ekansiz-a? Ko'rdingmi jigarim? Bilib beraman. Men bizani hurmatli powerlarimizga xalaqit bermayman, bularga omad. Omadinglarni bersin, davayte. Go'sht shunaqa bo'layotgan, normalmi? Normalmi. Menimcha biz boshqacha yog'da qovuramiz. Qani? Yo, u shunaqa bo'ladi, ko'piradi. Qizimagan yog'ga go'sht solgansizlar, o'shaning shunaqa bo'ladi. To'g'ri. Men solganman. Ozoda solganda. Yo'q, o'chib qoldi-yu, keyin bu gaz. Gazda ayb, og'zida ayb. Gazda. To'pa. Indiyaliklar ovqat qiladi-yu. Indiyaliklar o'tdim, jigar. Oxirida gaplashamiz, so'ru. Oxirida Meni ham par chori, champar. Ammo qizisa bo'ldi sizlarga. Yo'q, mana ularning tayyor bo'lsa bo'ldi. Keyin biz qo'ramiz. Sizlarniki bo'lib qoldimi? Hozir sek. Sekunda degani. sek, sal qoldi-ya, hammani. Yo'q. Sak dedi. Yelkalarim qimillab ketdi. Shohruz qachon pishadi ovqatimiz? Sek. To'xtab turinglar. Yo'q, sak. Tez kerak ekan. Men bo'lib ketadi, hozir. Sak. Yo, sek deb sekundani ruslar rus tilida da. sek deyishadi, qisqartirilgan holatda. Bo'ldi, Zarina nima so'rasizlar? Biz anaqa bolgarskiy soldik. Biz tezlashdik. Qizlar tezlashdi va nihoyat. Cho'ta bolla passiv. Yo'q, biz mana kutib deydi qozonini. Qani, Azimjon. Qani bismillah deb steak sovamiz. Qani. Yo, bismillah. Oy. Yes, sir. Woo! What's up? Oy. Buni olish kerak, yo. Bugun steak yeymiz. Pishirib olsizlar, уже mana bunga go'shtlarni qo'yib tursanglar bo'ladi. Mana bizga bersanglar. Da. Bo'ladi, albatta. Siz nima siz shu ozidaqa? Bitta hozir qizartirib olamiz-ku. Menimcha уже o'girish kerak-da, Azima. Sal qizartirib pishiramiz-da. Hozir kuyib qolsa ham bo'lmaydi. Ho, steak juda mazali ko'rinyapti negadir. Ko'rinishi shunaqa. Ta'mi. Ta'mini xudo biladi. Uyaltirib qo'yma Robbim. Endi oshxonada ham ovqat qilib ham qizlarni yutib qo'ysak. Videoning eng qiziq joyiga yaqinlashyapti. Qizlar yutadimi yoki deb bolalar buni hallaro bo'la olamiz. Biz bo'lsa hozir keyingi challenge o'tib turamiz. Let's go. Rayhona qiz nima qilayotgan ekan-a? Muzikalarni qo'yib olib. Nimaga salom. Hozir men turdim. Soat nechi? Soat 13:44 men hozir turdim. 13:40? 15. 15. Kim? Kamol YouTube'ga? Ha. Sasvosan, ne syomka qilyapsan? Yorma. Yo'q. Jim. Hayotimni qo'yganman, hayotimni tikkanman. Tuxumim qani? Qani men turadi? Nima? Qani tuxumim? Yana sindirgan bo'lsa-chi o'shiga. Men bu yerda o't bor ekan, shu o'tda paketimizni to'ldirib olsak bo'ladimi? Bizga o'tni o'zi kerak edi-da. Mana. Ha. Olsa bo'ladimi? Rahmat aka. Shunaqa yaxshi odamlar borligiga rahmat. Do'stlar, xudshmayt, davayte shuncha mehnatga davayte like bosib tashlaylik. Aka, ismingiz nima sizni? Murod akamiz bizga yordam beryaptilar. Murod akaga rahmat deb kommentariyada yozib qoldiringlar. Rahmat aka. Lekin sanda yo'q, Do'stlar, biz endi mana shu oq tuxumni himoyalash uchun narsamiz yasaymiz. Buning uchun bizga birinchi bo'lib tualetning bo'lmagi kerak bo'ladi. Do'stlar, biz shunaqa qilib barcha tualetning bo'lmaganlarni yakunladik. Tugatdik, короче. Mana, ko'rib turganingizdek, men kallamdek narsa bo'ldi. Endi skochopka. Bo'ldi. O'sha. O'yinda hammani qaratib, super hitlarni taratib. Bizga keladimi? Oy, chista mustorlarni yutib ketamizmi deyman-a?
Tak, hozir endi bizni mana sehrli tuxumimizni aktyor tuxumni soldi mana. Oldi tuxumni o'rtaga. Ana. Xo'p, mana bundoq qildi buni. Mana ko'ryapsizlar, mana o'zi mana. Sinyam o'zi tuxumi. Endi buni skochlaymiz hozir. Bizga yana bitta kukuruz kerak bo'ldi, to'g'rimi shunda? Bilar Kamol ko'rib qo'rqib ketadi-yu, tuxumim qani deydi. Yana yordamlasha olasiz-ku menimcha. Ana. Hozircha buni janglyor qilsak ham sinmaydi, lekin menimcha, yana bilmadim. Qani bo'lmasa, ketdi. Sindirgan jinnimisan, bekitib qo'ying, bekitib qo'ydingmi? Ber. Ber. Manda yo'q. Yo'q-ku. Qani, mana qo'y. Qani? Kim qildi? Kim qildi? Kim qildi? Kim qildi? Qara, Iskandar, tinchlan. Biz jamashdi. Shunday stop qilamiz-da. Mana, sezitni tuxum olamiz-da. Mana shu bilan ketamiz keyin. Xo'pmi? Rozimisan? Mana yetmaymiz hech kimga. Umuman hech kimga yetmaymiz. Yo'q, kim sindirdi? Rayhonmi? Mushumi? Nima qildingsa? Voy. Rangi ham ikki xil buni. Bilib qo'ysangiz, bu oq, bu sariq. Bilmayman. Biz mana tez yashlaymiz. O ochilmayapti. Konstruksiyam tayyor. Endi biz Kamol oldiga ketamiz. Tak, seyf ochish uchun nima kerak bizga? Parol topish uchun qayerdadir podskazka bo'lgan bo'lishi kerak. O'rtoqlar topdinglarmi? Qayerda kod yozilgan? Ishoninglar, bitta joyda kod yozilgan. Bular prosta ko'rmayapti. Yaxshilab qaranglar. Nimani xo'p qara, 150 mingta kitob chiqdi deylik. 150 mingta emas, 100 ta kitob chiqsa, mana shu 100 ta bo'ladi. Yo'q, buzasan hozir tegmaga. Ronaldo 7. Xo'p, qaranglar. 6-7. Men bitta savol beraman yana. Putinga urding. Qobilat. Xo'sh. Nima qilding? Bila, endi buni ovozi chalg'itadi odam. Hop, savol. Qaranglar, sizlarga savol beraman. O'chirib turman buni, hop. 3 ta narsa ochildi, bittasi ochilmadi. Mana bu. Yo, ano этот. Kartinka ochilmadi. Bekorga qo'yilmagandir-u. Kartinkami? Bu yerda qanaqadir chip yoki anov bo'lishi kerak. Boyaki bosib ko'rdim, prosta bosilmayapti ham-da bu. Men eng zo'r podskazkani ham berdim. Rasmdagi qizni qo'lidagi kitob topish kerak-da. Har doim minus aura bo'lib kelyapti. Babrelloga ishonamiz hozir. Hamma ishonsin mana. Hammanglar axir bitta Babrelloga ishonvor. Da, Babrello ishonaman senga, jigarim. Bo'ldi. Babrelloni abuzer bo'ldi. Rasmning oldidan keting. Babrelloni bitta o'zini o'sha yerda qoldiring. Babrello sizlarga javob topadi. Davay Babrello, o'ylan, izlan. Men o'ylayman, bu yerda shkop yozilgan, shkopni ochish kerak. No, tushunmayman qanaqa qilib ochishni, to'g'ri sensan. Bilash, rasmda nimadir bor. Yo'q, men yana qanaqa yordam berish kerak sizlarga, bolalar? Qochchimni rasmni ko'raychi. 6 bor. 1 6. 1 6 13. Попробуй. 1 6 13. 6-13 или так. Abuzer Babrelloni yo'qoting, anaqa rasmni oldidan. Hoji. Achkisi ham yordam beradi. Все, есть еще 9. Tor, mana, Tor 9 6. Блять, вот здесь нету. Nahotki Babrello topyapti. Nice! 49 66. 49 66. To'xtang. 49 martdan boshladingiz? 6 Tor 9. Anaqa Babrello. Oxirgi shans, oxirgi popetka bor, jigar. Kod to'g'ri kelmayapti. Hop, muhim yangiligim bor. 20 minut vaqtinglar qoldi. Qanaqa o'chiradi mana buni Kamol? O'zi ozginadan keyin o'chadi. Вот, 4 9 9 6 6 lekin 13 ma bitti mana. 13 ko'rib o'tmasang. Yutqizganlarni tan olasizlarmi? Yutqizganlarni? Yo'q. Tor 9 6. To'xta tur. Tor 9 8 6. Bilet. Mana, qara.
Mana 4, mana 9, mana 8 mana. Ahror, sizlarni 10 minut vaqtinglar qoldi. 10 minut. To'xtang. 4, 6, 8, 9. Нет, ahvolni. Alexa. Мне кажется, mana bitta boshlash kerak. Kodda yutqizaylik, по-братски, bile. 4, 9, 8. 4, 9. Xuddi shunaqa qilding-ku hozirgina. 4, 9. Har doim minus aura bo'lib kelyapti Babrelloga. Ishonamiz hozir, hamma ishonsin mana. Babrello sizlarga javobni topadi. Davay Babrello, o'ylan, izlan. 4, 9, 6, 8. Mana hali. Open, let's go! Let's go! Aytdim, brat. Hech qachon taslim qilmang dedim. Wow, motivator. Ber buni endi kalta o'ynadi. Hali tonga. Sanday chalg'iting, tupo 3 ta, pastdagi 6 bor deydi. Yo'q. O'zing ko'rdingmi? 3 yozilgan edi. Yo'q edi, 8 bor edi tepada, chuchqoq. Bo'ldi, davay. Hal qildingmi, bo'ldimi? Sho? Yo'q, kalit. Bu kalit mana bu kalit ochadimi? Yashay. Yo'q, buni ochadigan kalit emas, menimcha Kamol bunaqa tez qo'yavermasa kerak bizani. Yes. Let's go! God damn! Brat, Dark Horse oxirida qildim. Ha, reallikda men 8 minut vaqtinglar qoldi. Reallar 8 minut vaqtinglar qoldi. Sasib ham ketibdi-ya bu yo'q-ya. Men puzzle nimaga edi o'zi? Puzzle bu chalg'itishga edi. Da. Bu yerda hozir 3 ta korobka, uchalasida ham har xil priz bor. 500 ming, 1 million, 1,5 million. Hozir oranglarda bitta inson tanlash kerak bo'ladi va tanlangan summa hammaga bo'linadi uchalarga. Kim tanlaydi korobkani? Tanla. Kim bugun karcher ishlatdi, shu tanlasin по-братски. Yo bismillah qani. Allohim o'zing uyartirma. Ay! Ana! Go'shtik! Buyurun! Jinnisi, voy stik! Zarina komandadoshimga qarashyapman ozgina. Tan tadan tan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 . Ey, Steklar tayyormi o'zi? ikkinchisi ham tayyor bo'lyapti mana. Ha, hurmatli ishtirokchilar, agar tayyor bo'lsanglar biz Tayyor emasmiz? Yo'q, tayyormisizlar, tayyor emasmisizlar farqi yo'q menga. Vaqt tugadimi? Vaqt tugamadi hali. Tayyorlaringlar va tayyorlash jarayoniga sahnada 3 ta juriyni taklif qilamiz, kelinglar. Noir Nabiyev, Shona Shodiyeva va Sheyx Abuzar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hop, ovqat qotdi, vallahi shoshib. Hali qovuryapti lekin. Voy, hali qo'rvasizlar. Yo, tayyorsan aka. Assalomu alaykum. Bormaylar bolalar. Assalomu alaykum. Vashi zo'r chiqadi-yu. Yaxshimi? Aka, men bu videoga baho bering mana. Bu hali restoranda ham bo'lmaydi bu. Delicious. Delicious. Hop, Piyozga o'ldim. Shona opa, hozir lag'moq qilibdilar. Nima deysiz bunga? Qara bir. Bo'shatdimi? Sho'rvasida ulgurishga oldim. Da, Suv ko'p emas. suv salqot. Suv ko'p aytdimmi? Yo, steak. Европейский yopda yoniga piyoz o'zbekcha o'rtada. Aka, o'zligimizdan qochmadingda. Noir, siz nima deysiz? Noir. Menimcha yaxshi chiqyapti deb o'ylayman. Men katta sahnaga Shona opani taklif qilmoqchiman. Shona opa keling. Sababi men aytdim ko'rsatuv boshida, meni prizim bor dedim. Eng qizig'i qo'shimcha priz Shona Shodiyeva YouTube kanali nomidan menga hozir etdilar. Qaysi jamoani taomi g'alaba qozonsa, o'sha jamoaga Shona Shodiyeva YouTube kanali nomidan $100 qo'shimcha priz ekan. Voy! Voy! $100mi? Hozir men o'zim steak beraman. Endi nima? Voy. Voy, steaklarim. Hoppa, hop. Harakat boshlanib ketdi, harakat. Harakat endi boshlandi. Eshitishini qarang. Bolalar tayyorlagan ovqat bu steak. Lag'moq. Nima qildinglar? Lag'moq. Steak eshitishini qarang. $100. Biza jurilarni stolga taklif qilib turamiz. Da. Sizlar tayyor bo'lishga qancha vaqt qoldi? 10 minut beringlar. 10 minut. Sizlarda qancha vaqt qoldi? 15 minut. Qaranglar, sekundomer qo'yildi. Rovna 15 minut emas, 10 minut emas, 12 minut vaqt
Ovqatinglar tayyor bo'ldi, bo'lmadi, stop bo'ladi. Vaqt ketdi. 12 minut vaqt. Omadinglarni bersin. Azim pul uchun tayyor. Allohim beraman desa, berib yurar ekan-da. Hali men qo'ygan priz bor. Undan tashqari yana $100. Davay! Shohrux. Voy, Shohrux. Shohrux. Nima? Birinchi pishirib beraylikmi? Shohrux? Shohrux. Shohrux. Azim! Shohrux kim bu yerda? Ahror taniysanmi yoki Babrelga Voy, donozchi. Bilan ochib qo'ysam keyin. Menga vashcha farqi yo'q, vashcha farqi yo'q. deydi. Ya Babrello olib chiqib ketdi sizlarni. Balki Babrello tanlaydi. Davron tanla. Olib chiqib ketdi bittaga. Cho'man tanlaymanmi? Ha, tanla. Если что, ayblamaymiz, to'g'rimi? Если что, meni savora bermaymiz, to'g'rimi? Bittasida 1,5 million, bittasida 1 million, bittasida 500 ming. Qarang, agar mind game ishlatsa, hozir qo'g'lasham o'zlari aytdi. 1,5 million, 1 million 500 ming deb. Voy, naborat qildi, 500 mingdan boshlandi. Mind game. Что там? Давай, Давай, mind gaming. Garri Hamma Potter narsani hisobla. Sen aqllisan, Babrello matematikadan o'qigansan, Amerikaga borib kelgansan, UCA deb yozilgan, bro. Hoppa. Sezib ko'ramiz. Yalab ko'r, mosh raqam chiqar ichida, pulni raqam. Mana bu sovuq. Mana, jigarda, mana shuni tanlayman men. Shu a? Da, делаем. Soma проебали. Okey. Birgalikda ko'ramiz, kelinglar. Soma проебали. Давай, делай газ. 1,5 million. If you're broke but you still pimp and drink and smoking, then say Mana 1,5 million. Yema. Iva boshingga kitob bilan uraman turdi. O'rtoqlar Ahror Alixonov, Babrello va abuzerga kattakon rahmat. Bunda bizda keyingi shartli bemalol kuraversanglar bo'ladi. Let's go! Xo'p, o'rtoqlar, challenge'imizning muhim daqiqalari. Men xabarim yo'q. Nima yasashganini bilmayman. Kim birinchi boshlaydi? Kattalarga javob beraylik. Yasagan narsangiz qani? Olib kelaman. Olib keling, bir ko'raylik. Короче, nima qildim? O'zi popkornni o'zida ham sinmaydi, lekin yon atrofiga. Idisigami? Yana popkorn. Реально прикольно. Ish qilib yutuqqa yaxshi narsa bo'lsa, shuncha risk qilgan. Ey, qariya odam mamlakat tepaligiga chiqaryapsizlar hozir. Bemalol yuring. 30ga qarab ketyapti, qilib yurgan ishimga qaranglar. Yorilmaydi. Men sizga ishonaman, yorilmaydi. Sal qo'rqinchliroq bo'lyapti, to'g'risini aytsam. Tik turishgan odam qo'rqadi. Tik tursam orqaga ketib qolsam-chi dedim. Qani kunduzi tuxumingizni ko'rishning nimalarga qodir? Tak, meni qo'lim emas, ustozi piri komillarning qo'li. Qani bo'lmasa, ketdimi? Ha, davay, ketdi. Uy! Sinmadi menimcha. Yo, sindi. Sindimi? Sindi deb o'ylayman. Nima bo'ldi ekan endi? Voy, mana qarang. Mana sindi deb o'ylayapman. Sinmadi deb o'ylayman. Sinmadi bo'layman. Oo, ketdi mana. Hop! Qani. Va! Kunduzi akani tuxumi. Sinmadi. Va nihoyat qattadir yutqizmadim. Tabriklayman. Rahmat. Siz уже g'oliblardan birisiz. Da. Keyingi ishtirokchi kim bo'ladi? Umid qilamanki, yagona g'olib bo'laman. Farqi yo'q. Tayyormisiz? Cho, sinadi, sinmaydi sizniki? Sinmaydi, ustalik. 100% sinmaydi. Ustalik. Wow! Ishlarmikan bu? Короче, parashyut ishlamasa ham ham ishlaydi. Ichida aniq tuxum bor shuni. O'rtoqlar, shuncha harakat uchun agar hali ham videoga like bosmagan bo'lsangiz, просто bitta like bosib qo'yinglar. Sizlar haqingizda ketmaydi. Bitta dona like shuncha harakat uchun. Didosh, davay. 50 metr bo'lganda ham sinmaydi deb o'ylayman. Endi o'zi aniq nima qolsa. Tuxumim rangi boshqacha-yu. Sezishmasa kerak. Eng glавныйsi meni tuxumim sinmadi, lekin duxum sindi. Sizda уже opit bor, malaka bor. Nima deb o'ylaysiz? Didoshning parashyuti вообще ochiladimi, yo'qmi? Parashyut точно ochilmaydi. Lekin tuxum ham sinmasa kerak men. Voy. Tuxumim ishonaman, sinmaydi, lekin o'zi bitta qolib bor-da, kunduzi. Uniki sinmadi-ku. Deb meniki ham sinmasa bo'lishib olamiz dedik. Ko'ramiz endi nima bo'ladi.
Parashyut ishladi lekin ko'rindimi? Ko'rindimi? Adashimman lekin, parashyut ishladi. Sekin. Naskila sopdimi? Voy, nech pul ketgan ey? Nech urishatdinglar sizlar? O, nima qilgansizlar buni? Sinabdimi? Voy, yaxshi. Men tuxum. Yo'q, Endi sindirsam maylimi? Bemalol, davay. Sindirsam maylimi? Ko'rdingizmi? Parashyut ishladi. Da, mana shungaligini qildi. Parashyut agar uni kattaroq bo'lganda balkim sekin o'shab qolardi. Da, etu 50 metr bo'lganda ham, значит, bundoq sekin tushardi. Ko'rdinglarmi? Ishladi. Fizik, mexanik, injener. Gap yo'q. Omonxon boshlab o'ribdi bolalar. Omonxon. Omad birodar. Kim har yordam bermaydi bu ham. Ikkita shar ushi. Ya ikkita shar bu. Mana. 6-7. Ko'taringlar Omonxonni, ko'taringlar. Va xursand do'stlar. Albatta mana shu videoga like bosib tashlaylar. Omonxon tayyormisiz? Da. Короче, Omonxonniki bog'inlikda hozir. Bilen hozir misr otiladi. Balandmi, pastmi, normalmi? Xohlasangiz balandroqqa chiqing. Let's go. Okey, ko'tara olasizmi yana? Davay. Bo'ladi. Ya endi qolganlar endi musor to'g'rishdi. Musor bo'lsa tepadan musor bo'lsin. Tayyormisiz Omonxon? Hop, 3 2 1 ketdi. Davay. Voy. Sinmadi. Gazi anaqa bo'lmadi. Mani hech bo'lmadi-yu bunga. O'zi ochsin. Nima bu, Omon? Просто o't. Omonxon. Och, davay. Nima bula? Voy, bile. Singan bo'ladi, sinadi hozir, ey. Omonxon qo'ying. Sinadi, ey. Qanaqa ochamiz endi buni, Omon? Ya singan bo'lsa lekin to'g'risi roziman. Sinmagan. 10 ming. Nuda sinmagan, 100 talik bu sinish qiyin, men o'ynamayman ham hech qanaqasini. Shuncha tualetni bo'lmagan ichida. Na biri singan bo'lsa. Voy, ey. Sinibdi. Voy, sinibdi. Voy, sinibdimi? Tepib balo bo'lmadi. Hech qachon yutmagan odamlar birinchi jartida. Omonxonga gap yo'q. Eng qizig'i endi kunduzi bilan dudosh priz tanlashlari kerak bo'ladi. Bizda priz shundoqga berilmaydi. Priz tanlab olinadi. Hozir ko'rasizlar. O'rtoqlar, avvalambor challenge-da qatnashganlarga katta rahmat. 3 ta korobka bor. Uchalasida ham har xil summa. 500 ming, 1 million, 1,5 million. Bittalar tanlaysizlar, ikkovini ikkiga bo'lasizlar. Kim tanlaydi? Dudosh yoki kunduzi? Dudoshga ishondingiz. O'lay, agar roziman, nech pul bo'lsa ham. Dudosh, keling. Qani dudosh tanlaydi, hozir ko'ramiz, qani. Qaysi turda 500 ming, qaysi turda 1 million, qaysi turda 1,5 million. Qaysi? Dudosh, qaysi? Любойni tanlayver, любойni. Mashu, Yo'q, mana. Bu. Hop, qarang. Bu mana mana sizni ushlab turing. Yo'q, mana bo'ldi. Mana aniq mana. Ha, buni ushlab turing, ochmang faqat. Siz shuni tanlamoqchi edingiz, birinchi. O'rtadagi tanlamoqchi edingiz. Keyin ochib ko'ramiz. Dudosh birinchi olmoqchi bo'lgani bu yoqda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Birinchi olotganingiz 1,5 million edi, Dudosh. Bilin, o'rsam bo'lardi shuni. Buni ochib o'tirmang, keling qo'lingizga ochamiz. O'zingiz oching, ko'ring. 500 ming bo'ladi bunda. 100 talik. Baxt pulda emas. Yo'q. 1 million ekan. 1 million. Yaxshi. Ha, bu 1 million so'mimizni Dudosh MC va kunduzi janoblariga topshiramiz. Hammanglarga ishtirok uchun kattakon rahmat. Biza bo'lsa, unda o'rtoqlar oxirgi challenge-ga o'tamiz. To'g'rog'i ko'ramiz. Bolalar yutadimi yoki qizlar jamoasi? Men qizlarga. Menimcha solidarность birinchi o'rinda. Menimcha bolalar yutadi. Qizlar. Steak yutadi lag'monni. Ko'ringlar. Sizlar tayyorsizlar? Albatta. Sizlarchi? Da. Padachilar qanaqa, normalmi? Tayyormisizlar? Давайте. Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen rayhonlarni. Voy. Qani? Atirgullar ochdi chiroy.
Atirgullar ochdi chiroy. Qara, xushku billur saroy. Yulduzlar ichra tanho oy, yulduzlar ichra tanho oy. Azizimsan mening, aziz teykim. Da. Oo, ajoyib, ajoyib. Podachalarga lekin gap yo'q. Mana nima mana bu? O'rta, eshit. Ha. Go'sht qalinda, shundaymi, steykda u. Oddiy men pichoq bilan. Qorningiz ochiydi-yu. Chunki ko'proq g'alaba qildingiz. Katta pichoqli ham kesilmayapti-yu bu. Qani, faqat chestni отзыв. Vo, ana. Qani, birinchi shonapam, qani. Tez kesildi, yumshoqdi. Fikringiz qanaqa? Hali fikr yo'q-a? Pomidorlardan, kartoshka, jo'xorilardan yeb ko'ring-da. Shoshmaymiz. Chef povor eng qizig'i bolalar. Mazza qilaman deb o'yladim, mazza bo'lmayapti deydi. $100 odam dori. Og'izga doriga kerak. Beraveraymi o'zi уже? Ha, ayting. Xo'p, men professional chef povor sifatida aytaman. Steak xuddi shunaqa projarka bo'lishi kerak. Usti ko'rishga qizargan bo'ladi, ichi medium well projarka. Ana welldan ham bo'lib qolmagan, quruq bo'lib qoladi welldan bo'lsa, medium well. Usti ko'rishgada, ichi yumshoq. Chestni aytaman, zo'r. Mana Jigarim, lag'mondan ko'ra steak pishirish qiyinroq. Da. Medium bo'lgani yaxshi. Tako qo'llari bilan aka. Menga yoqdi, oddiy yedim. Tez yutib yubordim. Men chaynab yurganim yo'q. Yaxshi, zo'r. Xo'p, Shon opa. Ikkalasini yegandan keyin aytsam bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi. Lekin men qiziq, hozirgi emotsiyangizga qiziqdim. Nima? Qanaqa? hozir lag'mondan keyin bo'lsa yomon emas. Sizlar juri bilan sporlash haqqinglar yo'q. Yo'q, sporlashmang. Hozirgisi yomon. Tilim kesilsin sporlashdan. Yomon emas deysizmi? Zo'r lekin bu. Akamga paxta qo'ydinglarmi? Buni yashirib qo'yinglar endi, chunki lag'mon. Asl men bilan nima qilish kerak? yo o'zi chiqib bo'ladi, to'kiladi. Men ham yordamlashaveraman mayli sizlarga. Qizlar uyga saboy qil. Мы делаем мясо, ey. Мясо. Xo'p, endi qizlar qani ketdi? O, originalga podacha bo'lyapti. Hozir 1 minut. Ichishga nima ichasizlar? Bizda 2 xil. Komon bu, kumas reklama bu. Bular sok bilan vkusini перебит qilishmoqchi. Lag'monni vkusi uncha Erkak kishi allanib qolmaydi, to'g'rimi? Yo, bu anaqa просто kompliment. Tatib ko'rasizlar уже? Sanaysam? Yo, yeb ko'ringlar, bemalol. Men yemayman. Men yeyish niyatim yo'q. Hop, qani mana ketdi. Jurilar baho beryapti. Muhim daqiqalar. Nima qildi bu? Go'sht pishmagan, men boya aytdim, pishiringlar yaxshiroq. Mana salfetka. Qiz bolali baribir xato qiladi. Ko'nglayni salfetka ham bor. Menga lekin yaxshi go'sht tushdi, bilmayman, masalan, pishmagan tushgan. Kattaroq go'sht tushib qolgan bo'lsa kerak-da. Xo'p, Nodir, siz baho berishga tayyormisiz? Yana yeysizmi? Yo'q, men ozgina yeyishim kerak yana. Ozgina. Siz tayyorsiz-a? Hozir. Siz oxirida aytasiz. Chef povor bu gal oxirida aytadi. Shonapadan boshlaymiz. Yo'q, Shonapa ham oxirida aytadilar. Voy, Nodir, sizdan boshlaymiz. Shonapa hozir mana siz yaxshi bilaman deysiz-ku. Siz boshlang. Xo'p, Shonapa nima deysiz? Уже echki uyalyaptilar Shonapa. Birinchi qizlarniki haqida fikr ayting, keyin oxirida общий fikr bilamiz. Хорошо, xo'p, mayli. Lag'mon o'zim yaxshi ko'raman tayyorlashni uyda. Lag'monni o'zini ham tayyorlayman uyda. Har doim emas, lekin tayyorlayman. O'zi powerlarda shunaqa narsa bor. Ovqatga masalliq kesilganda hammasi bir xil bo'lishi kerak, bir xil chiroyli bo'lishi kerak-da. Shuning uchun bu yerda sal men go'shtni marinovka qilaman deb, bu yerda marinovka qilinmagan ekan lag'monga. Qildi o'zi kesin. Mentim qilish kerak. Yo'q, o'shanda go'sht yumshoq bo'lardi demoqchiman-da. Boshida komandamiz almashdi dedilar-ku. O'shani to'rashga yordamlashaverdim. Mening aybim yo'q. Bunaqa bo'lgan, boshida alohida komanda bo'lib, keyin alohida bo'lib ketdik. Tamam, xamirni ta'mi. Lag'monda muhim rol xamir o'ynaydi-yu. Endi xamir sotib olgansizlar-ku. Wow! Barakalloh. Biza mayli. Xo'p, Nodir, nima deysiz? Men nima deyishimni, men salfetkacha turibdi. Go'shtni og'ilgacha chaynolmadim, yutolmadim. Lekin mazasi yaxshi, yomon. Ovqat yomon deb bo'lmaydi-yu, yaxshi. Xo'p, o'rta tushunarli. Men ovqat qilishda ham yutib qo'ysak bilmadim. Chestni aytsam, harakat qilgansizlar. Hidi kelyapti lag'monni, lekin umuman o'zi kelmayapti, mazasi kelmayapti. Seldir faqat yaxshi maza beryapti. Lekin bulyonida maza yo'q. Ovoz so'raymiz. Birinchi Shona Shodiyeva beradilar, undan keyin Noir Nabiyev, undan keyin chef povorimiz. Ovozingizni kimga berasiz?
Qizlar jamoasi Ozoda Jo'rabekov yoki Zarina yoki Shohruz Jenskiy solidarnost, polidarnost. Yo'q, o'zlaringiz qo'yib beringlar. Yo'q, manipulyatsiya mumkin emas. Biz qarshimiz. O'zingiz shaxsiy fikringiz. Onam kasal. Mana $100 kimga berasiz bugun? Hech kimga bermasdim. Ya lekin steak $500 bo'lgan. $500 demang. Ya, realniy. O'g'il bolalarning yorini oldingiz. Qizlar ham yomon tayinlamagan, birinchi Yo'q, marta qizlar yaxshi tayinlaganga. Rostini aytaman. Mayli. Rostdan bolalarda go'sht yaxshi chiqqan, lekin qonda bor narsa bizani erkaklar uchun go'sht qovurish. Metabolizm. Bizlar erkaklar deyishdi. Azim erkak dedi-da, ozgina. Erkak dedi. Erkak ham o'ynaydi-ku bu. Nodir, siz. Hop. Men ham bolalarga beraman. Bu yutib oldi. Aka qizlarga bering, qizlarga bering. Shef povur qizlarga berdi. Oshxonada ham qizlarni yutib qo'ydi. To'mat. Siz ham baribir bolaga bergan bo'lardingiz. Va chunki steak professionalniy qilingan. Tushunolmi? Ana pishirish texnologiyalari ham как положено bo'lganda, rozmarin. Lekin bitta narsani inobatga olinglar. Yo, уже yutdik mayli. O'zi aytmoqchiman, gaz temasida qizlar asa qiynaldi, anaqa qovurishga go'sht solib qo'ygan, lekin qizimga mana shunaqa. To'g'ri. O'zi mastava qilmoqchi edi qizlar. Azizlar Alo, bolalar baribir shustrik bo'ladi-da, on-sonasi tarashdi. Jurilarga kattakon rahmat. Kattakon rahmat. Bizda bo'lsa o'rtoqlar bolalar jamoasini tabriklaymiz. Oshxonada raqobat qismadim lekin. Pul biz uchun muhim emas-da, masalan, xudo qarasa. Mehnat qilindi. Mayli. Ay. Jan ruxsa qizlarga nimadir shirinlik bilan olib berasizlar. Qizlar bilan qizlarga. Albatta, boy qizlarga $100 bolalar. Sizlarniki bu. Jigarim, siz oling. Halol, ya siz oling. Ya men pul muhim. Pul uchun kelmadim men jigarim. Ya qo'ysiz? Mayli. Biza Shonna Shodiyevaga va boshqa qolgan jurilarga alohida kattakon rahmat deymiz o'rtoqlar. Va aytgancha, men endi bularga prizni alohida o'zim topshiraman. Yanami? Ya Uzi ko'payib ketdi. Ovqat qilaman. Hop. Yutgan jamoa. Yutgan jamoa. Raqobat $100 bor. degan jamoa уже. Raqobat his qilmaydigan, to'g'rimi? Da. Qaranglar, $100 bo'ldinglar. Yuturib ham charchab ketdim. Bu yoqda 3 ta korobka bor. Korobka. Bittasida 500 ming, bittasida 1 million, bittasida 1,5 million. Xo'p. Qaysisini tanlaysizlar? Gapirsam maylimi? Ha. Gapirsam mayli. Biza yutqizgan komanda biz tanlaylik. Biza хотя бы bot o'rniga tanlab beraylik. Da, biza yutqizgan komanda. Kelinglar. Yaxshi ideya, menga juda yoqdi. Menga bu ideya juda yoqdi. Hozirdaxon o'tirib oling. O'tiring. Zarinaxon, Bo'lmaydi deb o'ylagandim, rahmat. men stol singan ekanda, yiqilib tushmang dedim. Ko'rdingizmi? Qizlar, sizlar tanlab berasizlar hozir. Qaysi deb o'ylaysiz? Zarina, Ozoda yoki mana shu yoki mana shu deb o'ylayman. Yo'q, sizlar bittasi dedi men. Будто, по-моему, больше, но я опираюсь на это, но это будто, по-моему, будет больше. mana shuni tanlab. Бу. Buni tanlaymiz. Mana shu. Sizga ham shu video. Xo'p, kelinglar, birinchi mana bu Azmi tanlagan. Mana buni ochib ko'raylik. Hop. Bu yerda 500 ming bo'lgan ekan. Yaxshi. Men uchun yomon. Будто, по-моему, eng katta summa. Menimcha. Da. Menimcha eng katta summa. To'g'rimi? 1 million bo'pti. Yo'q, to'g'ri. Necha pul bor edi? Bu yoqda 1 million. Mana bolalar bu pul sizlarga. So easy. Ne, Azimga 1 million ketib qoldi. O'rtoqlar, videoni shu yoqgacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha videoga like bosish va mana shu 3 ta challenge haqida fikrlarni kommentariyaga yozish. Esinglardan chiqmasin. Tez kunda yangi videolarda Kamol Qo'qorov YouTube kanalida ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat. To'xtab turinglar, Ajoyib bo'lgan go'zal qizlarimiz uchun biz 500 ming so'mdan shokoladlar olasizlar. Endi arzimas ham. Kinder surprizga. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Menga berilari undan ko'p o'sha pullar. Kamol mana shuncha video. Sizga mana подписчиклар, sizga Kamolga подписчиклар, like, comment, repost, podarka qilib yuborsin bo'ldi.
shuncha pul ketyapti syomka qilishga. Ancha muncha pul ishlatyapti. Necha pul ketyapti, Kamol? Voy. Necha pul ketyapti? 4,5 ming? Yo'q, aytvoraymi? Yo'q, pastkash Jinni bo'lsa yetadi. Mayli, rahmat. Bolalar ham yutdi, ham pul ham berdi bizga. Zo'r. Просто респект, реально.